Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Ma'lumotlar tuzilmasi algoritmi fanini o'rganishda davom etamiz. Bizda navbatdagi mavzu graf tushunchasi va uning ko'rinishlari, graflarni tasvirlash usullari, eng qisqa yo'lni topish algoritmlari deb nomlanadi. Demak, rejamiz asosiy tushunchalar va graf turlari, graflarni ifodalash usullari, graflarni ko'rikdan o'tkazish, eng qisqa yo'lni aniqlash masalasi deb nomlanadi hamda ular bo'yicha bir qancha bilimlarga ega bo'lamiz. Demak, graflar asosiy tushunchalar va graf turlari. Graf bu murakkab chiziqsiz ko'p olamli dinamik tuzilma bo'lib, murakkab obyektning xususiyatlari va munosabatlarini aks ettiradi. Matematika va informatikada graf bu tugunlar uchlardan iborat bo'lgan bo'sh bo'lmagan to'plam va tugunlarni birlashtiruvchi yoylar majmui hisoblanadi. Obyektlar tugun yoki graf tugunlari ko'rinishida va munosabatlar yoy yoki yo'naltirilgan qirralar kabi ifodalanadi. Graf tushunchasini 1936-yil Vengriya matematiki Denni Kyonik kiritgan, lekin graflar nazariyasi bo'yicha birinchi ish Leonard Eylerga tegishli bo'lgan va u 1736-yilda bajarilgan edi. Demak, graf turlari ixtiyoriy tugundan boshqa bironta tugunga murojaat mavjud bo'lsa, u holda bunday graf yo'naltirilmagan graf deb aytiladi. Agar graf tugunlari o'zaro bog'langan bo'lsa, lekin bu yoylar orqali munosabat faqat bir tomonlama bo'lsa, u holda bunday graflar yo'naltirilgan graflar deb aytiladi. Mana yuqorida quyidagi nimada sxemalarda ko'rishimiz mumkin. 1, 2 va 2, 1 одно и то же ребро. E'tibor beradigan bo'lsak, 1 bilan 3 va 3 bilan 1 har xil nimalar hisoblanadi, har xil dugalar hisoblanadi. Bu yerda mana Xo'p, bitta yoy deganimiz mana, misol uchun 1 bilan 2 e'tibor beradigan bo'lsak va 2 bilan 1 o'sha mana asosan murojaat qiluvchi bo'lgan nuqtalar asosan bir xil bo'ladi. Mana keyingilarda ko'radigan bo'lsak, graf turlari og'irlikka ega bo'lgan graf, ya'ni weighted graf deb nomlanadi. Bu qirralar, yoylari og'irliklari bilan berilgan graf hisoblanadi. EG qirraning og'irligi VEG kabi belgilanadi. Ya'ni V bu yerda agar og'irlik bo'ladigan bo'lsa, weight EG bu yerda qabul qiladigan o'sha parametrlar deb yozishimiz mumkin. Xo'p, har bir nuqta o'zi bilan qandaydir ma'lumot yoki ma'lumotlarni boshqa bir nuqtaga olib boradi. Xuddi mana shu ko'rinishda o'sha ma'lumotlarimiz bizlarda nima yordamida, og'irlik yordamida, weight yordamida amalga oshiriladi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, misol uchun mana shunday ko'rinishdagi graf, ya'ni nuqtalarni o'zaro birlashtirib turuvchi nuqtalar va orasidagi mana og'irliklar 5, mana 24, 10, 53, 6 deganlarimiz. E'tibor bersak, mana V 3, 4, 5 va demak 4, 2 mana 24 oraliqqa teng. Mana 4, 2 deganimiz albatta bu yerda 3, 4 deganlarimiz EG bo'ladi, ya'ni E 3, G deganimiz 4 va 34, 42 emas, ya'ni 3, 4, 4, 2 va ular orasidagi og'irlik qiymatlari keltirib o'tilgan. Xo'p, graflarni ifodalash usullari, graflar nazariyasining ayrim bir belgilanishlari, demak G bu yerda, ya'ni belgilanishlar, bizlarda umumiy belgilanishlar bor. G deganimiz bor, ya'ni G, V, E. Bu yerda G graf, V degan tugunlar, E deganimiz qirralar bo'ladi. E'tibor beramiz. E deganimiz bu yerda qirralar, V ni demak agar ko'radigan bo'lsak, V deganimiz bu yerda tugunlar bo'ladi. Xo'p, asosiy bizlarda mana tugunlar, G deganning o'zi mana umumiy shu graf tuzilma. Endi demak moduldagi bu tugunlar soni, moduldagi graf o'lchami, qirralar soni, nechta uning qirrasi borligi. Agar grafda bosh va oxirga bitta tugundan tutashadigan qirra mavjud bo'lsa, unga ilmoqli qirra deyiladi. Demak, graflarni tugun vertex node ko'rinishida nima qilish mumkin, ta'riflash mumkin. Qirra edge link qo'shni tugunlar. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, qirra edge birga yo'naltirilgan. Xo'p, tugunlar demak mana 5 ta bizda adjacent vertex deganimiz mana e'tibor beradigan bo'lsak 4 bilan 6 ga yo'naltirilgan. Yo'l path deb nomlanadi, ya'ni put. Bu bironta tugundan boshqa bir tugungacha bo'lgan yonma-yon joylashgan tugunlar ketma-ketlik hisoblanadi. Misol uchun yo'l sifatida 18, 3, 5 ni ifodalash usullarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana 10 mana eng oxirida joylashgan elementimiz, 8 undan oldingi element, 3 undan oldingi va 5 deganimiz undan oldingi elementlar. Xo'p, demak, graflarni ifodalash usullari, ya'ni halqa cycle, bu bosh va oxirgi
tutashuv tugundan iborat yo'l hisoblanadi. Ya'ni bu yerda elementlar mana yashil bilan ham alohida ko'rsatib qo'yganmiz. 4, 6, 7, 8 va 3, 4 e'tibor berayotgan bo'lsak, tugunlar darajasi vertex degree vertex degree deb aytiladi. Tugunlar darajasi bu undan chiquvchi yoylar soni hisoblanadi. Degree 7 teng 2 ga, degree 1 teng 3 ga. Degree 7 ni qaraymiz. Demak, degree 7 da teng 2 deyapti. Ya'ni bu yerda tugunlar ikkita tomonga tugunlar chiqqan. Degree 1 da 1 ga e'tibor beradiganmiz. 3 deyapti. Sababi bir vaqtning o'zida 4 ga, 5 ga va 2 ga yo'naltirilgan bo'lyapti. Eng qisqa yo'l muammosi asosan graflar qayerda nisbatan qo'llaniladi? Misol uchun, karta tizimlari bor. Google karta, Yandex karta ko'p ishlatadigan karta tizimlarimiz. Ushbu joylarda belgilangan nuqtadan belgilangan nuqtagacha bizlarga maksimum darajada eng qisqa yo'lni topib berish masalalari hamda o'sha qidiruv tizimlarida ma'lumotlarni qisqa yo'l orqali topish, qisqa algoritmlardan tashqari o'sha qisqa yo'llardan orqali borish va topish va boshqa shunga o'xshagan tizimlarda demak o'sha graf son ma'lumotlar to'plami qo'llaniladi. Demak, misol sifatida mana aytadigan bo'lsak, temir yo'l bekatlari ko'rsatilgan. Misol uchun Amir Temurdan demak Alisher Navoiyga borish uchun nima qilish mumkin? Demak, bu yerdan Paxtakorga borish mumkin, Paxtakordan Alisher Navoiyga o'tish mumkin. Agar nimaga boradigan bo'lsak, Dunyo supermarketga boradigan bo'lsak, Amir Temurdan to'g'ridan-to'g'ri пересадка qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, G vertex va edge grafimizda, ya'ni o'sha tugun va qirralardan iborat bo'lgan grafda uning barcha tugunlar darajalari yig'indisi juft grafning qirralari sonining ikkilanganiga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda umumiy formulasini keltirib o'tganmiz. Degree v teng 2m ga teng bo'ladi va siklik jarayon 1 dan n-gacha davom etadi. Tugunlar juft tok deyiladi. Agar ularning darajalari juft tok qiymatlar bo'lsa, ixtiyoriy grafda tok tugunlar soni juft bo'ladi. Kelib chiqadi tok sonli tok tugunlardan iborat grafni chizib bo'lmaydi. Demak, grafni ifodalash usullari to'liq graf, komplekt graf deb nomlanadi. Bu istalgan tugunlar qo'shni bo'lgan graf hisoblanadi. Barcha tugunlar o'zaro birlashtirilgan bo'ladi. Grafni to'ldiruvchisi bu aynan bir tugunlar va aynan bir qirralardan tashkil topgan va mavjud graf to'liq bo'lishini ta'minlovchi grafga aytiladi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bitta o'sha to'plamimiz deyarli bu yerdagi barcha elementlar bilan o'zaro bog'langan, ya'ni butun bir nuqtalarda o'zaro kesishgan. To'liq yo'naltirilgan grafda qirralar soni aniqlanadi, ya'ni n bu yerda n demak n-1 taqsim 2 ko'rinishda ifodalanadi. Grafni to'ldiruvchisi mana shu ko'rinishda sxemasini ko'rishimiz mumkin. Graflarni ifodalash usullari, the grafning to'yinganlik, ya'ni density degan narsamiz bor. O'sha to'yinganligi bu aniqlanadi teng 2m taqsim n-1 bilan aniqlanadi. To'yinganlik degani, ya'ni graf dense graf bu qirralar soni bo'lishi mumkin bo'lgan maksimalga teng bo'lgan graf hisoblanadi. Katta 0,5 dan, ya'ni 0,5 dan. Siyrak graf, ya'ni demak sparse graf bu qirralar soni tugunlar soniga yaqin bo'lgan grafdir, ya'ni dimiz kichkina bo'ladi 0,5 dan. E'tibor beradigan bo'lsak, mana e modulda mana teng bo'lyapti. To'plamda modulda v kvadratga teng bo'lyapti. E demak o'sha qirralari, v demak bu yerda bizlarda tugunlari. E'tibor beradigan bo'lsak, d demak son qiymatni aniqlaydigan bo'lsak, mana tepa qismida d teng 2^19 taqsim 7^6 deb bundan chiqadi 0,9. Demak, dimiz 0,5 dan katta. Agar 0,5 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu to'yingan graf bo'ladi. Yuqorida nazariyani qaraydigan bo'lsak, dimiz 0,5 dan katta bo'lsa, agar to'yingan bo'ladi. Xo'p, kichkina bo'ladigan bo'lsa, siyrak graf bo'ladi. E'tibor bersak, 0,5 dan kichkina. Misol uchun mana bu qiymatni ko'radigan bo'lsak, d teng 2^7 taqsim 7^6 bundan chiqadi 0,33. Dimiz kichkina 0,5 dan. Xo'p. Graflarni tasvirlash usullari, demak, qo'shma matritsa ko'rinishida, munosabat matritsasi, qo'shnilik ro'yxati, qirralar ro'yxati ko'rinishida tasvirlash mumkin. Demak, bu yerda o'sha graflarda qatnashadigan umumiy nimalar, belgilanishlar ko'rsatib o'tib ketganmiz. Xo'p, yo'naltirilmagan graf uchun, yo'naltirilgan graf uchun qiymatlarni keltirib o'tib ketganmiz. Demak, qo'shma matritsa demak hosil qilishi qanaqa ko'rinishda bo'lishini keltirib o'tib ketganmiz. Mana
Munosabat matritsasi e'tibor beradigan bo'lsak, qiymatlar ko'rinishida mana demak EG dan iborat bitta matritsa ko'rinishida qiymatlarni joylashtirib chiqqanmiz. Ya'ni o'sha raqamli qurilmalarda tasvirlashda o'sha matritsalardan foydalanishimiz mumkin. Mana ko'ryapmiz. Qo'shnilik ro'yxati e'tibor berayotgan bo'lsak, mana qo'shnilik ro'yxatida har bir element o'zining yon elementlari bilan o'zaro bog'langanligi va ularga bo'ladigan murojaatlar ko'ryapmiz. Misol uchun mana o'zida keyingi elementga nisbatan ko'rsatkich yordamida keyingi manzilni ko'rsatadi va shu element orqali undan keyingi elementdagi manzilni o'zaro ko'rsatadi va shunday tarzda amalga oshiriladi. Demak, graflarni ko'rikdan o'tkazish tubiga qarab bo'lishi mumkin. Bu depth first search deb aytiladi. Diffis yoki eniga qarab qidirish bu bifis, ya'ni breadth first search deb nomlanadi. Hop, tubiga qarab ko'rishda stack qo'llaniladi, eniga qarab ko'rishda navbat, ya'ni stack klassimiz bilan quyi klassimiz qo'llanilar ekan. Tubiga qarab ko'rishda stack qo'llanishi, mana bu yerda stack, agar oraliq tuzilma sifatida stack qo'llansa, grafni tubiga qarab ko'riladi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana stackimiz o'zida ma'lumotlarni shunday ko'rinishda saqlab beradi. Ya'ni tubiga qarab qidirishda, eniga qarab qidirishda, demak quyi klassimiz, e'tibor beradigan bo'lsak, mana animatsiya bilan ko'rsatib o'tganmiz. Ya'ni eniga qarab qidirishda o'sha navbat klassimiz, sinfimiz ishlatiladi va ma'lumotlarni o'zida mana shunday ko'rinishda qabul qiladi. Eniga eng demak qisqa yo'lni aniqlash masalasi, bu berilgan tugundan barcha tugunlarga bo'lgan qisqa yo'llarni aniqlash masalasi deb aytiladi. Ya'ni single source shortest path problem deb nomlanadi. Bunda demak qisqa masofali yo'lni aniqlash masalasining qo'yilishi. Demak, bu yerda mana G nima bo'ladi? V yakunlanishiga ega bo'lgan graf berilgan. Demak, har bir yoyning og'irligi berilgan. V EG weightda, demak EG boshlang'ich tugunda C demak V ga tegishli va oxirgi tugun D V tegishli V ga berilgan. Ular orasidagi qisqaroq masofa yo'lni aniqlash talab etiladi. Yo'l uzunligi path, length path, cost path, weight, uning kiruvchi yoylar demak yakun yuklanishlari yig'indisiga teng hisoblanadi. Mana sxemada ham ko'rib turganimizdek, ularni demak eng qisqa yo'lni aniqlash masalasi mana shunday ko'rinishda amalga oshiriladi. Graflar bo'yicha keyingi mavzularimizda yana batafsil ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi.